Assalomu alaykum. Mening ismim Mehriddin. Menga berilgan savollarga javob berishda davom etaman. Savol: men yillik mehnat ta'tiliga chiqqan vaqtimda boshqa viloyatga ziyoratga borgan joyimda betob bo'lib kasalxonaga tushib qoldim. Menga mehnatga layoqatsizlik varaqasi va mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi beriladimi? Javob: mehnatga layoqatsizlik varaqalari berish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra, mehnatga layoqatsizlik varaqasi shaxsni ishdan ozod qilish, vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi yoki homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lash uchun asos bo'ladigan hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bilan kechadigan kasallanishning hisobi yuritiladigan hujjat hisoblanadi. Kim tomonidan beriladi bu